tashla bu qalblarni charog'on etgan, mudroq ko'ngillarga saboq bergansiz. Ne buyuklarga harfni tanitgan, ne donolarga saboq bergansiz. Qalblarga nur berib asrlar osha, avlodlar ertagin to'qitgan sizsiz. Nahripay singari to'lg'oni tosha, islom shoirlarini o'qitgan sizsiz. Sizsiz sahrolarda sadaflar terib, har bitta xilqatni hikmatga yo'ygan. Siz emasmi axir bor ilmin berib, Bektosh Rahimovga baholar qo'ygan. Qay zamonlar bo'lsin qaddingiz kirib, shogirdlar oldida kulgan yuzingiz, O'ktam Mirzayorga ilhomlar berib, Zulfiyani shoir qilgan o'zingiz. Qalbida iftixor, ko'ksida faxr, el ichra tanitgan ne beklarini, narpaylik muallim sizsiz-ku axir, yurtga hokim qilgan she'r beklarini. Zuhra Daminova, Doston Ochilov, ustoz Erkin Po'lat marhabolar bor. Razzoq Qilichovdan ko'p saboq olgan Farhod Namozovning nomi ulug' bor. Shokir Mardonovga berilsa ta'rif, ta'limda fidoyi deylar asli. Bu yurtda ko'p erur ilmi toliblar, bu yurtda ko'p erur ustozlar nasli. 17, 31, 33larga har kimning chin dildan havasi kelar. Aytsam ta'rifini sig'mas qog'ozga 35, 44 va 52lar. Yutuqlar haqida aytmasam bo'lmas. 56 bilan 61larni 64 va 69da o'rganing chinakam ilm sirlarini. Bu dargohlar o'zin ulug'ligini yarashar qanchalar ko'z etmasin. Maktab raqamlarin sanagan chog'im 70 bilan 7 qolib ketmasin. Omon bo'lsin deymiz, bor bo'lsin deymiz. Tarbiya yo'lida, tarbiya ilmida el suyarlari, Navqiron Narpayning qalbi mehrli, maktabgacha ta'lim jon kuyarlari. 1, 3, 7 bog'cha jajji avlodlarni chorlab turadi. 8, 10, 12, 13, 14lar chamanzor misoli porlab turadi. Onalar minnatdor, otalar mamnun. 64, 43, 36dan ertangi kelajak o'sib kelmoqda. Munavvar va oydin bugun orqadan. Xotira qalblarga bergaydir malham, obod bo'lsin deya ikki dunyosi. Unutmaydi bu el yillar o'tsa ham, Ziyodulla degan ism ziyosi. Har ustozning mehri dilga solinur. Qancha ulug'lar bor sanab o'tilsa, ming bir e'zoz bilan tilga olinur. Xolmurod Bo'ronov nomi aytilsa. Maktab azal ulug' bir hujra, bunda ilm urfon e'zoz etilgay. Narpaylik ustozlar kitobi ichra Nigora muallim ismi etilgay. Ko'ksi faxr bilan yutuqqa to'lgan, minglarga yetishgan shogirdlar soni yil timsoli deya e'tirof bo'lgan. Qutlaylik nor va mehrini soni. Bu el farzandlari ilm urfonla qo'ymoq ular bir kun osmonga dorvon. Olis manzillarni ko'zlab bormoqda Bekzod Orziqulov boshlagan karvon. Shon va sharafingiz manguga doir, qadringiz, nomingiz azali mumtoz. Sizga ash'or bitdi O'lmasbek shoir, bayramingiz qutlug' Narpaylik ustoz. Muborak bo'lsin bayramlaringiz. Katta rahmat, sog' bo'linglar.